Bugun Isoqon Ibrat nomidagi ijod maktabida qabul jarayonlarining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Qabul jarayonlariga o'quvchilarimiz va ota-onalarimiz ko'tarinki kayfiyatda tashrif buyurishgan. Shuningdek, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentlik tizimidagi malakali ustozlar bilimli o'quvchilarni saralab olish uchun imtihon jarayonlariga jalb qilingan. Biz bugungi imtihondagi o'quvchilarning ota-onalari va ularning ustozlariga hamkorlik uchun kattakon rahmat aytamiz va barcha talabgorlarga imtihon jarayonlarida omad tilaymiz. Men Abduhalimov Adhamjon bugun kirish imtihonlarining ikkinchi bosqichi ijodiy suhbatlashuviga kirib chiqdim. Bunda biz bilet tanladik. Bu omadimizga qarab 3 ta savol tushdi. 3 ta savollarning barchasiga men zo'r qilib javob berdim va bu yerdagi ustozlarga ham rahmat. Ular bizni qo'llab, hayajonimizni bostirishga yordam berishdi. Assalomu alaykum, men Aminov Abdurahmon. Bugun men ikkinchi bosqichga kelib suhbatlashuvga kirib chiqdim. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumanidagi shunaqa bir maktab ochilgan ekan. Men o'z nabiramni o'zimizda har xil kurslarga borib yurardi. Shu joyga havas qilib, shu joyda unib o'sishi, shu yetarlicha ilmga ega bo'lishi uchun shu nabirani shu joyga olib keldik. Mana hozir suhbatdan o'tsa, inshaalloh mana shu joyda o'qib, voyaga yetib davlatimizga shu yetuk kerakli inson bo'lib xalqimizga niyat qilib shu joyga olib keldim nabiramni. Can you tell us a little bit about yourself? My name is Abdullah Azrael. I live in Nalayan. Slowly, please. Okay, good. What's your favorite meal? My favorite meal is pulao because it's very delicious for me. Bugungi imtihon biz uchun muhim. Biz kirsak yo'nalishlari turlicha bo'ladi. Biz saynis, ya'ni tabiiy fan yo'nalishiga kirmoqchimiz. Biz bugungi imtihon uchun ishlashimiz. Assalomu alaykum. Siz Ibrat maktabining ikkinchi suhbat imtihondasiz. Buning uchun qanday tayyorgarliklar ko'rdingiz? Biz bu yerga kelish uchun ko'proq kitob o'qidik va Ziyokor o'quv markazida writing, listening ko'proq mashqlar bajardik va ko'p yozmalar va testlar yechdik. Nima uchun aynan Ibrat maktabini tanladingiz? Ibrat maktabini tanlashimdan maqsad bu yerda ko'p ingliz tili va ona tili shug'ullaniladi. Men ingliz tilini ko'proq o'rganib, chet el sayohatlariga borib kelishni xohlayman. Rahmat. Assalomu alaykum. Siz bugun Ibrat imtihonining ikkinchi bosqich imtihondasiz. Siz buning uchun qanday tayyorgarliklar ko'rdingiz? Men bu Ibrat maktabining ikkinchi bosqich imtihoniga juda qattiq tayyorgarliklar ko'rdim. Nima uchun aynan Ibrat maktabini tanladingiz? Chunki bu Ibrat maktabi juda zamonaviy. Men bu Ibrat maktabidagi sharoitlar, ustozlari, o'rganishlar juda yoqdi va shu maktabni tanladim. I choose actually flying because it's interesting and good for people and Siz Ibrat maktabining ikkinchi suhbat imtihonida. Siz buning uchun qanday tayyorgarliklar ko'rdingiz? Assalomu alaykum. Men buning uchun maxsus o'quv kurslariga bordim va u yerda maxsus o'qituvchilar yordamida tayyorgarliklar ko'rdim. Nima uchun aynan Ibrat maktabini tanladingiz? Chunki bu yerda asosan ijod va tillar bo'lgani uchun men bu yerda ko'proq tillarni o'rganib, o'zimga kerakli bo'lgan mashqlarni bajarmoqchiman. Assalomu alaykum. Mana biz ota-onalar bilan birgalikda farzandlarimizni imtihondan chiqishini kutib turmoqdamiz. Mana qizim ham chiqib kelyapti. Xudo xolasa yaxshi natijalar bilan bu maktabni havas qilganmiz. Yaxshi oliy ta'limlarga kirishini
natijani yaxshi ko'rsatishiga guvoh bo'lganmiz. Albatta opalar o'qigan, hammalari o'qib yaxshi natija ko'rsatgan. Nasib bo'lsa, yaxshi natijalar beradi degan umiddamiz. Rahmat. Farzandi uchun ota-onalar albatta yuragimizni hovuchlab, hayajon bilan kutib turibmiz. Boshqacha bu tasvirlash qiyin. Yaxshi topib chiqdingmi? Tabriklayman, yaxshimi? Avvalambor assalomu alaykum. Men ona sifatida qizimni har tomonlama bilimli, yetuk, O'zbekiston vatanimiz ravnaqi uchun hissa qo'shadigan buyuk, eng zo'r mutaxassis bo'lib yetishini tilayman. Hamma ota-ona ham shu tilaylarni bildirsa kerak, orzu qilsa kerak. Shu maqsadda men qizimni bugun Ishoqo Ibrat nomidagi ixtisoslashgan ijod maktabiga o'qishini davom ettirish maqsadida olib keldim va mana qizim hozir ozgicha hayajon bor, hammada ham hayajon bo'lsa kerak. Yaxshi natijalarga erishib, yaxshi ballar qo'lga kiritib chiqdi. Endi qolganini qizim davom ettiradi. Hello, my name is Sadna. My name is Khalifaya. I am 12 years old. Assalomu alaykum hammaga. Imtihonlar o'rtacha ekan, unchalik qiyin emas ekan. Savollar berishdi, javob berdim. Yaxshi ekan. Bu maktabga topshirishni orzu qilardim, topshirdim. Hammani qatorida meni qizim ham shu yerga o'qishga kirib, o'qishini davom ettirishni xohlayman. Shu yerda o'tirganlari hammani farzandi ilohim kirib ketsin, yuzlari yorug' bo'lsin va O'zbekiston ravnaqi uchun yetuk mutaxassis bo'lib yetishlarini tilak bildirib qolaman. Shu Ibrat boboyimizni ruhlari hammasini qo'llasin, ular kelajaklari, avlodlarimiz eng bizdan-da buyuk bo'lsin, ilohim. Ikkinchi bosqichga imtihon topshirdim. Bu yerdagi ta'lim va muassasalarni ko'rib, o'qituvchilarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Men bu yerdagi imtihon darajasiga hayron qoldim va ota-onamga mingdan tashakkur bildiraman. Bunday joylarga meni olib kelishganiga. Imtihon darajalari bizga mos va ancha qulay. Men o'ylashimcha men bu yerga kirib keta olaman. Harakat qilsam agar va bu yerdagi hamma bolalarga men omad tilayman. Bugungi bosqichlarga keldik. Biz bundan juda ham xursandmiz. Biz o'tishimizga ishonamiz.